Assalomu alaykum Hafta TV obunachilari, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisiz? Charchamay, hafta kuniga yakshanba Namangan Hasanobod moshina bozoridamiz do'stlar. Lasettilar qatordamiz. Xudo xolisa bu qismga lasettilar chiroyli obzorlarni qilamiz qo'ldan kelgancha. Video yoqsa video oldidan like bosib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, aka yillari 2000 hop boshladi do'stlar. Navbatdagi lasettimiz yili 2012 ekan do'stlar. Kraskasi necha foiz aka? 20-25% bor. Xo'p do'stlar, 20-25% yaqin kraskasi bor ekan. Motori 1.8 a buni aka. 1.8. Shuni ochuvchi motorni aka. Bitta ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p do'stlar, bismillah. Mana motor holatli do'stlar. ABS bor ekan aka. ABS ishladi. O motor 1.8. Yangi akkumulyatordan gidrolikalari. Xudo xolisa 20% yaqin kraskasi bor ekan do'stlar. Balon holatlari yaxshi ekan, yangi ekan ona. To'rtalasi shunaqa ekan aka. To'rtalasi yangi ekan do'stlar. O'zim zavod kampagida orqa tonirovkalari bor. Probegi qancha dedi? 568. 568 ming. Motori yaxshimi? O do'stlar, salonlari muzga bor ekan. Poli cho'qol, silinari cho'qoldan kesib qo'yib turadi do'stlar mana aka. Ko'rinishlari. Hop. Shumka bo'lganmi aka buni? Shumka, tom, orqa kirilo hamma joyi. Hop, poli shumka ekan do'stlar, tom, o'ttali eshik, kirilo qismlari ham, eshik qismlari ham, torpedalari ham, torpedalari. Hop, 100 talik temir gaz bo'loni, mana buni holatlari, zapaskalari. Poli shumka ekan pachti do'stlar, kapotlargacha. Narxi necha pul dedi aka? Hop do'stlar, 5200 kami bor ekan. So'nishi laboni ham qo'yibdilar. Mashina ekan, tana holatda ekan. Aka, dehqonchilik sizlarda? Dehqonchilikga qay mashinasi bu? Namangan 3 yil mashina. 3 dan a? Hop, variant qilamizmi? Bir 2200 ming puli borga? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz a? Hop do'stlar, 2200 ming puli bor variant bor ekan. Telefon raqami aytib qo'ying. 94. 94 905 73. Damas Matiz borga barter bormi aka? Yo'q, barter yo'q. Faqat variant a? Xo'p do'stlar, barter yo'q, variant bor ekan. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Akalar, hormoni qo'yalikmi? Yillar necha edi? Do'stlar, navbatdagi lasetim yili 2010. Uzun yevro diskasi, balon holati, ko'rinishi tana holati ekan. To'rtalasi shunaqami aka? To'rtalasi yangi yevro diskasi. Xo'p, kraskasi necha foiz edi? Tomonda? Tomon. Xo'p, motorini aka, motorini ko'rsataylik. Motor holatini bitta. Xo'p do'stlar, motor holati mana. 1.8 motor holatida. ABS bor ekan, konditsioneri bor. Deb ko'ryapman. Motor yangi qilgansizlar. Xo'p do'stlar, motor yangi bo'lgan ekan do'stlar. Motorida muammo yo'q, balonda muammo yo'q. Hadosi yaxshi ekan do'stlar. Do'stlar, mexanika ham mashina. Poli cho'qollarni qilib qo'yishdi mana do'stlar. Probegini so'raymiz. Aka, probegi qancha buni? 352 ming probegda. Motor yangi bo'lganmi? Aka, dehqonchilik asli o'zingni aka. Dehqonchilik ekan do'stlar. Numeri generalni chiqadimi aka? Xo'p do'stlar, numeri generalni bor. Mana 100 talikmi propan endi? 90 talik. Xo'p do'stlar, 90 talik propan gaz baloni bilan jihozlangan ekan. Aka, qancha kilometr 500 yuradimi propani bilan? 800. Voy, yo'q. 800 kilometr yoshib yurar ekan. Qancha bir 300 mingga to'lib bo'ladimi? 400 ming. Xo'p, 400 mingga to'lib bo'lib baloni, propani 800 kilometr yaqin yurar ekan do'stlar. Izdan chiqib qolar ekan odamma. Narxi necha pul? 5,5 ming. Xo'p, 5,5 ming kami bor. 2200 mingga variant qilamizmi aka? Barterchi damazim bor, barter. Faqat sotish kerak. Telefon raqami 93lik 404 19 85. Do'stlar, aka Telegram, WhatsAppingiz bormi musofirda akalarga? Xo'p do'stlar, numeri generalni bor. 90 tili propani bor ekan, eshitdingiz, 800 kilometr yaqin yuradi. 4 tili yangi yumshoq balon, hadoyda balonni muammo, motor yangi qilib qo'yilgan ekan do'stlar. Akalar dehqonchilik ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarsizlar. Maza qilib gazini bosarsizlar do'stlar. 2005 navbatdagi Lasetti'miz Stalno Svetda. Kraskasi necha foiz edi? Qashqi Citroen
Bir qator ha. Xo'p do'stlar, bir qator asfalt bo'lgan ekan, lekin koreyskiy. Xo'p, balon holatlari yangi ekan. To'rttalar shunaqa aka. To'rttalar balon yangi. Eng qizig'i 1.6 motor bosib qo'yilgan ekan. Motordagi bitta muammosi yo'q ekan. Umrlarni olib tashlagan modellar. Abezi bor ekan, konditsioner ishlari, pultlari bor ama. Ekonomik motor qo'yib qo'yilgan. 1.6 bilasizlar, ekonom rejim bor, ekonom qiladi motor. Lizing ham, gaz ham do'stlar. Xo'p, salonlar do'stlar. Poli chuqurlari bor ekan do'stlar. Bismillah. Salonlar ham yaxshi ekan. Aka, motor hadolar yaxshi, xudo xolisa. Ustali temir bo'ladi aka bu. Zapaskilari bor ekan, qozonxonada yaxshi. Narxi necha pul deydi aka? 4700 kam bor. Xo'p, 2000 pul bor, variant qilamizmi? Yo'q, 4700. Barter yo'q-a? Numeri general chiqadimi? Xo'p, do'stlar, numeri generalni bor. O'zidan nomlarda 4700 kami bor ekan do'stlar. 300 ga beraman. Ko'rib turibsizlar mashina. Xo'p, yaxshi. Aka, telefon raqam. Xo'p, do'stlar, telefon raqamlar 94lik 277 7088 ha. Aka, sog' bo'ling. Aka, qo'yalikmi? Hozir 1 minut aka, to'xtab turing. Yillar necha? Yo'q, bizniki emas. Kimdan ekan bu? Xo'p, ini mana yillar necha? Qo'yalim. 6. Ha? Mana nima qo'ya? Uchi? 6. Xo'p, 2006, kraskasi necha foiz? Xo'p, do'stlar, 2006 ikkita detal. Qaysi detallaydi buni? Orqa kirli, orqa shiydi ekan. Motori 1.6 mi buni yo 1.8 a? O abezi bor ekan do'stlar, konditsioneri bor. Motori necha buni? 1.6 mi? 1.8. 1.8 ga reys yozgan bilmadim shuni. O poli bor, chexol qilib qo'yilgan do'stlar. Xo'p, bismillah. Diskini qo'chirolab qo'ygan ekan. Salonlar mana. Hop, shunki bo'lgan ekan mashinani. Qana ko'rinishlari. Ko'rinishlari. Narxi necha pul buni? 5000 ga beraman. 5000 kami bormi yo bo'lishmi? Bo'lish yo'q. O variant qilamizmi? Variant qilamiz. Qancha pul borga? 2000 pul bor variant? 2.5 puli borga 4-5 oyga chiqazaveramiz. Xo'p do'stlar, 2.5 pul borga. Ha, Namanganga. Namangan viloyat yuziga. Ha. Namangan viloyat yuziga 2.5 pul borga. 5 to'rga variant bor ekan do'stlar. Buni ham qo'yalimmi? Qo'yaveradi. Yillar necha? 2010. 2010. Xo'p do'stlar, 2010. Kraskasi necha foiz? Kraskasi oldin murdan tashqari, orqa krilo bilan bagajda bor. Motorlar yaxshimi? Magnet pechan. Voyda. Bismillah. Do'stlar, motor holati. Bu Lasettimi edi? Lasetti. Ha, 2010. Gentra. Xo'p do'stlar, Lasetti Gentra qilingan ekan. Oldin murdasi, endi bari kraska bo'lgan, Gentra qilingan ekan nisbatan. Xo'p, Malibu rol ekan ha bu. Shundan o'shqada birga bir. Xo'p, poli chexollari bor. Biriga qanchaki buni? 348 ming. Lasetti Gentra qilingan. Lasetti o'shqab qo'ygan. Mashalloh. 90 ta temir balonlari bor do'stlar. Narxi necha pul buni? Buni 5500 ga beraman. 5500 berilishimi? Ashir biz kanalga chiqqirgani 5500 kam bor deylik. Yo'q. Ana bu va sizlarga o'shdan oxirroq qo'yamiz, bilasiz. Xo'p, 5500 oxirgi narxi ekan. Bunga variant qilamizmi? Qilamiz aka. Barter ham qilaveramiz. Barter a? Barter. Xo'p, 2200 pul borga ikkalasiga variant qilib berar ekanlar 5 to'rga do'stlar. Telefon raqam 93lik 93lik 156 156 42. 42 do'stlar. Mana akadan ikkita oldi Lasetti. Yo, Lasetti lekin Gentra qilingan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasiz do'stlar. Do'stlar, 2011 navbatdagi Lasettimiz puli arzonidan degalari. Kraskasini aytsam, mana shu yerda ozgina petno kraskasi bor ekan. Udar kaltak yo'q aka.
Xo'p, motor holati 1.8 holati do'stlar. Motor mana motor holatlari. Xo'p, abezi bor, konditsioneri, yangi delkor akkumulyator, gidravlikalar, hamma instrument ishlar ekan do'stlar. Mashina. Xo'p, to'rttala yangi yumshoq charim bilan qo'yib qo'yilgan, o'zini zavodga alpagida do'stlar. Kraskasini aytib o'tdik. Aka, numeri generalni chiqadi, xudo xolasa. Pultlar ishladimi? Do'stlar, pultlar ishladi. Shunga deyman. Xo'p, do'stlar, puli chuxollari bor. Probeg qancha dedi? 500 ming. Motori yaxshimi? Xo'p, do'stlar, 500 ming yaqin probeg, lekin motori yaxshi, avtomobil emas deb egalari. Endi tekshirib olaylik ruxsat bo'lsa, ustasiga. Xo'p, 100 ta temir gaz baloni bor do'stlar. Qozon holatlari, zapaskilari ham jiltagan lekin, domkrat kulishlari bor. Xo'p, numeri generalni chiqarib aytdik-a. Video registrator ishlaydi aka. Narxini ayting yengilroqini. 4800. Xo'p, 4800 kami bor. Xo'p, do'stlar, 4800 sunnatiga o'tib berar ekanlar. Xo'p, variant qilamizmi 2.5 ming pulga? Kelishamiz. Xo'p, do'stlar, 2.5 ming pulga variant bor ekan. Telefon raqamini aytib qo'ying. 90 261 1188. 90 261 1188. Aka, rahmat. Obunachilar, davom etamiz Lacetti olishda. 2013 mashina 1.6 avtomat. Kraskasini 3% edi. 3 ta detalida bor ekan. Eng qizig'i 4 ta yangi yumshoq balon ekan. Demakki balon ham muammo. O'zini Euro diskesda. Yana bir qizig'i o'sha aytib o'tganimizdek 1.6 ekonomishnisi mana do'stlar. Mashinaning abezlari bor, konditsioneri bor ekan. Xo'p, gidravlikalari, solnishli labo bilan qo'yib, luklar qo'yib qo'yilgan do'stlar. Orqada tonirovkalari bor. Eshigi shumka dedingiz-a? To'rttala eshigi shumka ekan do'stlar. Puli chuxol qilib qo'yilgan do'stlar. O'sha avtomat. Kolleksioniga trekker qo'shildi. 12 ham qo'shildi. Ko'ngiltami chekada turib ko'ngiltam. Xo'p do'stlar, mana salon qismlari ham qirilgan, chizilgan yeri yo'q do'stlar. Chiroyli bir qator qanalgan mana balon holatlari. Ko'rinayotgan bo'lsa ya. Video registratorlari bor ekan do'stlar. O 100 tali temir baloni bor do'stlar. Xo'p, salon. Shumka qilingan ekan, qozon holatlar ham shumka dedilar va hop, numeriga generalni so'raymiz hozir. Xo'p, numeriga generalni chiqadimi? Xo'p, do'stlar, numeriga generalni bor. Narxi necha pul dedi? Hammasini bitta aytaylik. Aksiya qilib. Xo'p, narxini? Ha, Xo'p, buni aytib ketsangiz yaxshi emasmi? Bu narxini aytib qo'ying. 6000. 6000 kami bor. Kami bor. Sunnatiga o'tib beramiz. Xo'p, do'stlar, 6000 sunnatiga o'tib beraylik. Numeriga generalni bor. 2013 1.6. Kraskasi ikkita detalda bor ekan. Bu 2012 dedingiz-a? Do'stlar, 2012 displey rangda ekan. Xo'p, Euro o'zini diskesda balon holatlarini ko'rib turibsizlar. Balon holatlari yaxshi ekan. Xo'p, kraskasi necha foiz buni? Bormi kraskasi? Top toza. Xo'p, do'stlar, kraskasi top toza, mashina 1.8, abezi bor, konditsioneri bor, gidravlikalari bor ekan do'stlar. Xo'p. Optik holatlari ham tana holatda ekan. LED lampochka ham qo'yib qo'yilgan do'stlar. Kraskasi top toza ekan. Gazi bor do'stlar. Shumka, to'rttala ishi shumka ekan do'stlar. Chexol poligi bor do'stlar. Mana. Ustali temir gaz balonlari bor do'stlar. Bo'ladimi? Yo'q, qilmayman. Zavod holatida ekan, qozon holatida shumkasida. Domkrat kuchlari bor. Endi to'g'ri, yaxshi va saq qimmatroq stoyib turadi-da do'stlar. Xo'p, narxi 6200 kam bor. Do'stlar, 6200 kami bor bo'lsa, bo'lsa narxini aytib bo'lyapti. Buning generalni chiqadi? Ursi ham bormi? Yillarichi? 13. Xo'p do'stlar, yana navbatdagi yili 2013 oq rangda o'zini zavod o'zini kalbagida mana. Buning holatlari yaxshi ekan. Xo'p bo'ladi. Xo'p, mashina 1.8, abezi bor, konditsioneri bor, gidravlika, yangi akkumulyatorda. Xo'p, motor hadoylari yaxshi aka. Kraskasi necha foiz dedi? Tichi, qaysi ishi? Orqa eshigi kraska qolgan yeri tozagan do'stlar. Orqa eshigi kraska, orqada tonirovkalari bor do'stlar. Xo'p, salonlar do'stlar. Xo'p.
Malibu Sidinami bu? Malibu Sidina bosib qo'yilgan ekan. Hop, probega qancha buni? 300 mingdan sal oshiqroq ekan do'stlar probega. Bola holatlar yaxshi ekan bu. Bu benzinmi yo propan? Ha. 48 ta nima nishtalik propani bor ekan do'stlar. Zavod shumkasida ekan. Xo'p, aka narxi nechi pul buni? 5800. Xo'p do'stlar, 5800 kami bor. Numeri general chiqadi aka. Xo'p, numeri 2da. Pulimi? Yili nechi? Xo'p do'stlar, 2010 GSV rangda ekan bu, yo'q uzun diskasida. Kraskasi nechi foiz? Xo'p, nuklari bor. Kraskasini ishlamay qoldi, klient yeb qoldi do'stlar. Motorini bitta ko'rsatib qo'ying. Ya bismillah. Motori 1.6, abezi bor do'stlar, 1.6. Ekanimiz ishdan istaganligi. Yo'q, akkumulyatorlarda. Aka kraskasi nechi foiz? 15%. 15% bor-a? Mashina avtomat ekan. Mashina Probega qancha? 270 ming yurdi. Konditsioner hamma yo'q ishladi. Xo'p, narxini nechi pul berasiz? 6,5 ming deb yaqin aytamiz. 6,5 ming. Variant bormi? Kim uchun pul bormi? Variant yo'q. Barterchi. Matiz Spark marka. Cobalt yo'q. Cobaltga barter. Xo'p do'stlar, Cobaltga barter bor ekan, Lacetti bir Lacettilarga, Lacettilargasiga mana. Xo'p, propan ishkiliga bu ham. Ha, propan bo'loni bor ekan do'stlar, akuma. Akkurat kuchlari bor ekan. 6,5 ming kami bor. Xo'p aka, telefon raqami ayting endi. Xo'p do'stlar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, pashta, 5 tami oldingda akalar. Telefon raqamini olamiz, aloqa chiqarasiz do'stlar. Telefon raqam aka 97lik 97lik 052 052 98 98 00. 00. Do'stlar, ekranga telefon raqamini chiqarib qo'yaman agar nima qilsani. Mana shu 5 talar oldik. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xo'p do'stlar, 2009 navbatdagi Lacetti'miz. Kraskasi top-toza ekan, uzunlik 4 tali yangi yumshoq balon, Euro diskasida. Xo'p, motori 1.8, abezi bor ekan, konditsioner, Delco yangi akkumulyatorda, uzun zavod shumkalardagi tom qismlari ham. Xo'p, labo'lari ham, shu luklari. Xo'p, poli cho'xol, sidinalari cho'xoldan kiyib, qurqoq chiroylab qarab qo'yibdi do'stlar. Xo'p, probega qancha aka buni? 380 ming, motor yaxshimi? Xo'p, motor hado korobkasi yo'q ekan, motor yog' yemadi, xudo xolasa. Motorda yog' yezagan 100 tali temir balonlar bor do'stlar. Xo'p, qozon holatlari zavod uzun shumkasida yaxshi ekan lekin. Narx qancha dedi? Narxini aka endi yengilroq aytingchi obunachilarga. 54. Oxir beriladi qani. Variant qilamizmi 2,5 ming puli borga? 3,5 ming pul borga variant qilaveramiz. Aka bundoqda 3000 pul beradi, 5 oyga variant qilib berasizmi? Beramiz. Xo'p do'stlar, 3000 puli borga Qancha bo'ladi? Ag'ini ham aytib keting. narxi o'zgaradi. O'zgaradi. Sa qo'shiladi endi. Ha, qo'shiladi. Xo'p do'stlar, 3000 puli borga narxi o'zgarar ekan. Telefon raqamini olamiz, aloqa chiqaring. 5400. Aka naqd olaman, pulim naqd degan 5400 dan o'tasizmi aka? Ozgina sunnatiga o'tib beraman. Xo'p, numeri general chiqadimi? Iloji boricha oformitga. Xo'p, ilojini boricha oformitga. Telefon raqam 77lik 77lik 122 122 338. 3038 Aka sog' bo'ling.